Biz ustozlar bilan birgalikda klinikada ko'rik vaqtida o'tirganimizda bitta bemor 45 yoshdagi bemor shikoyat qilib keldi. O'ng ko'krak sohasida sanchiqli og'riqlar bilan biz tekshiruvlardan o'tkazdik va eho qilayotganimizda chap tarafda yuragini topolmadik. Bu kishida yuraklari o'ng tarafda ekan. Bu barcha uchun qiziqarli holat bo'ldi. Kasalliklar bemorga sharoitga qarab kelmaydi. Har qanday odamga har qanday kasallik kelishi mumkin. Hozirgi kunda dunyo miqyosida yurak qon tomir kasalliklari bilan bog'liq kasalliklar va o'lim ko'rsatkichi birinchi o'rinda turadi. Men mana shu o'lim ko'rsatkichini va yurak qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va oldini olish chora-tadbirlarini ko'rish va o'lim ko'rsatkichini pasaytirishni maqsad qilganman. Men O'taganov Adham Mansurovich Zarmet universitetida kardiologiya yo'nalishida klinik ordinatorman. Albatta barcha sohalar o'z o'rniga, sir-sinoatlariga ega, tibbiyotda ahamiyati katta, lekin dunyo bo'yicha o'lim ko'rsatkichi asosan yurak qon tomir kasalliklari hisobiga bo'lganligi evaziga men shu sohani to'liq va mukammal o'rganib chiqishni niyat qilganman. Odatda ertalab soat 8 da klinikaga kelamiz va ertalabki konferensiyada ishtirok etamiz. Konferensiyadan so'ng statsionarda yotgan bemorlarimizni obxod qilib chiqamiz ustozimiz bilan birga. Keyin ambulator ko'rikka kelgan bemorlarni shikoyatlarini eshitib, anamnez yig'ib va funksional diagnostika bo'limida EKG, eho, Holter tekshiruvlarini amalga oshiramiz. Biz ustozlar bilan birgalikda klinikada ko'rik vaqtida o'tirganimizda bitta bemor 45 yoshdagi bemor shikoyat qilib keldi. O'ng ko'krak sohasida sanchiqli og'riqlar bilan biz tekshiruvlardan o'tkazdik va eho qilayotganimizda chap tarafda yuragini topolmadik. Bu kishida yuraklari o'ng tarafda ekan. Bu barcha uchun qiziqarli holat bo'ldi. Hozirgacha olingan nazariy ma'lumotlarim har bitta kasallik uchun alohida berilgan kitoblarda. Amaliyotda esa bitta kasalda, bitta bemorda bir nechta kasalliklar jamlangan. Shuni hisobidan bunga ustoz yordami va ko'proq amaliyot, ko'proq praktika kerak bo'ladi va shular natijasida olingan nazariy ma'lumotlar bilan mana shunaqangi keng qamrovli fikrlar bemorlarga yondashishni o'rgandim. Bemorlar bilan ishlash hozirgacha olgan bilimlarimni bemorlarda qo'llashga, o'zimga nisbatan ishonchni oshirishga yordam beradi. Eng qiyin vaziyatlar deyarli tez bo'lib turadi. Kasalliklar bemorga sharoitga qarab kelmaydi. Har qanday odamga har qanday kasallik kelishi mumkin. Ayrim odamlarga kelgan kasallik bo'yicha biz ko'rib chiqib, o'rganib, tashxis qo'yganimizdan so'ng bu kishiga ko'rsatma bo'yicha harakat qilishimiz uchun bu kishini moliyaviy ehtiyoji yetmaydi. Shuni hisobidan o'rtada ko'rsatma bo'yicha harakat qila olmaganimdan qiynalaman. Ustozim Laylo Xolmurodovna barcha ustozlar shogirdlariga nazariy va amaliy ma'lumotlarni, ilmlarni o'rgatadi. Shu jumladan men ustozim ham. Bundan tashqari men bu kishidan asosan o'sha nozik holatlarda, ikkilangan holatlarda shoshmasdan to'g'ri qaror qabul qilishni va bemor va qarindoshlari oldida to'g'ri tushuntirish ishlarini olib borishni o'rganganman. Kelajakdagi maqsadim hozirgi kunda dunyo miqyosida yurak qon tomir kasalliklari bilan bog'liq kasalliklar va o'lim ko'rsatkichi birinchi o'rinda turadi. Men mana shu o'lim ko'rsatkichini va yurak qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va oldini olish chora-tadbirlarini ko'rish va o'lim ko'rsatkichini pasaytirishni maqsad qilganman. Yurak qon tomir kasalliklarini asosiy keltirib chiqaradigan sabablari birinchidan noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni ovqatlanish ratsioniga to'g'ri amal qilmaslik. Ikkinchidan kam harakatlik, jismoniy mashqlar bilan umuman shug'ullanmaslik. Uchinchidan zararli odatlar, ya'ni tamaki mahsulotlari chekish, alkogol iste'mol qilish. To'rtinchidan va eng asosiysi tez asabiylashish va stress bilan yurish. Qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar o'sha sohani mukammal chin dildan o'rganishlarini va boshqa sohalarni ham umumiy tushunchalarini hech bo'lmaganda bilishlarini va har bir o'sha kasbiga chin dildan yondashishini tilayman.